sizda miomani paydo qiladigan yoki bor miomani kattalashtiradigan va boqadigan 3 ta holat. Birinchidan, shirinliklar va xamirli mahsulotlarni iste'mol qilish. Me'yordan ortiq shirinliklar va xamirli mahsulotlarni iste'mol qilish organizmda insulin miqdorining oshib ketishiga, bu esa gormonal disbalansga va estrogenlar miqdorining oshib ketishiga olib keladi. Estrogenlar esa mioma uchun yo'qilg'i mahsulotida ta'sir qiladi. Ikkinchidan, bu qayta ishlangan va dudlangan go'sht mahsulotlari. Ushbu mahsulotlar organizmda yallig'lanish prosesslarini kuchaytiradi, bu ham gormonlarning buzilishiga olib keladi. Uchinchi mahsulot bu spirtli ichimliklar bo'lib hisoblanadi. Spirtli ichimliklar ichish natijasida jigar zararlanadi. Jigar zararlangandan keyin organizmda gormonlarning eng oxirgi mahsulotlarini organizmdan chiqib ketishi kamayadi va shuning natijasida estrogen gormonlari ko'payib ketadi va ushbu estrogenlarning ko'payishi miomaning paydo bo'lishiga yoki bor miomaning ham ko'payishiga yoki kattalashishiga olib keladi. Shuning uchun ham hurmatli ayollar, agar sizda mioma paydo bo'lmasin yoki miomasi bor ayollarda miomalaringiz ko'payib ketmasin va o'smasligi uchun yuqoridagi 3 ta mahsulotlarni iste'mol qilmasligingiz lozim. Ushbu foydali video sizga yoqqan bo'lsa, mening profilimga kirib a'zo bo'ling va foydali videolardan bahramand bo'lib boring.